Ism familiya? Baxtiyor Fikron. Xo'jayev Nosir Xo'jayev. Xo'p, nima proyekt qildinglar? Xo'p, biz dur kontroller proyektimizni qildik. Nimalar ishlatdinglar? Biz u yerda RFID, ya'ni NFC checker, servomotor va ESP32 dan foydalanib, internetdan onlayn ochadigan qulf yasamoqchi bo'ldik va buni o'rniga, misol uchun, yana ham improve qilib, bunga qulf qo'yib, avtomatik eshikni yopib ochadigan qulf ko'tarish yasasak bo'ladi. Xo'p, bunda biz nima texnologiya ishlatdik? C++ va Java Spring Boot. Xo'p, C++imizda ESP32 imiz Wi-Fi ga ulanyapti va MQTT serverimiz bor. MQTT serverimiz bu Google Cloudda. Xo'p, MQTT userimiz bor. Uni Google Cloudda ochib, login parollarni qo'yganmiz va MQTT topikimiz bor. Xo'p. Keyin biz veb-sayt yasaganmiz. Veb-sayt ESP32 kontroller degan va u yerda open va close degan buttonlarimiz bor. Open va close buttonlarimizni bosganimizda bizlarda MQTT topikimizga open va close degan message yuboradi onlayn. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir open turgan bo'lsa, men close bossam, close degan message boradi. Lekin hozir bizda durimiz avtomatik close bo'lib turibdi va men open ni bosgan paytim eshigimiz mana ochildi va open degan message bordi. Avtomatik 5 soniyadan so'ng bizani servomotorimiz ochilgan gradus burilgan joyga yana qaytib keladi. Xo'p, veb-saytimiz nimadan iborat? Xo'p, bu server URL bor. Mana biz buni Google Cloud ga qo'yganmiz, serverimizni va dur kontroller degan topikimiz bor. Mana ikkala topikimiz bir-biriga mos kelyapti va aytganimdek biz Java Spring Boot'dan foydalanganmiz. Backendiga mana bu view partimiz, viewda buttonlarimiz bor va kontrollerimiz bor. Kontrollerimiz mana MQTT kontroller. Open degan paytim MQTT ga publish qotdi, open degan message, close degan paytim MQTT ga close qotdi, close degan message. Xo'p, biz yana Google Cloudda ga qo'yganmiz kodimizni. Xo'p. Google Cloudda ko'tarilgan serverimiz ham mana Springda, Javada ko'tarilgan. Internetda yurg'izamiz veb-saytimizni. Open bosganimizda mana open bo'ladi. Avtomatik 5 sekunddan keyin open. Close bossak close bo'ladi. Xo'p, yana bizda yana bitta featureimiz o'zi avtomatik NFC da ochib, NFC da yopadi.